Krem Bakery'da Bugun biz mehmonda. birinchisiga Medavigaga. Aka buni Koreyada ochishimiz kerak. Cho'ta hamkorlik qilib turib Koreyada ochib boramiz. Seriyozniy ish bomba bo'lib ketadi. Mazasi umuman o'zgacha. Jahongir maksimalni o'zini mehrini bu yoqqa qo'shib yuborgan. Jahongirda San Sebastianni qolganlarnikidan farqi figurasida. Uf. Mana shu joy. Bu teksturasini qarangmi? Yeb yurgan insonlar bemalol Jahongirnikidan olib, tatib ko'rib, boshqalar bilan solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana buni go'zallikligi. Bu merengovi tortga bizni qizlar vashi o'ldi borku. Bu marojnami aka bu? Ishonavering. Erib ketyapti. Nimalar qilishgansiz bunga? Bu endi malinali medavika. Bunaqasini lekin haqiqatda birinchi marta yeb ko'rishim aka. Buni birinchi yeganimizdan ko'ra kremi qaymaliroq, malinaning ta'mi ancha yeb turibdi. Malina vashi zo'r beryapti borku. Mana Jahongir akani tanitgan shu shirinligi. Legendarniy shular. Malinaning sidagi. Jahongir o'sha qo'ygan videoyingiz, sizni tanittirgan videoyingiz 7 million prosmotr olmasa ham bo'lmasdi. Jahongir Hamma xamirini bitta-bitta terib chiqqan shekilli. ichini ko'ramiz. Хорошо. O'yishga olmay ko'rsatib qo'y. Voy. Dubayda ham hamma joyda trendga chiqqan nima? Bizdan qilib olganda. Bu bilan endi boshqa aka. Zonaga bo'ldi aka, qorni to'ydi. Krem Bakery'ga rahmat. Agar uydagilarda haqiqatdan xursand qilmoqchi bo'lsalaring, sifatli shirinliklar bilan Jahongirning qo'lidan обязательно Krem Bakery'ga murojaat qilaverasizlar.